Digital Store'da belgilab bergan narxlarga obzor qilamiz. Mana shu videoda ko'rib turgan hamma mebel texnikasi bilan qoladi. Xo'p, bu bitta xonasi bo'ladi. 105 kvadrat maydonga ega, eng zo'r joyi ikkinchi etajda joylashgan bo'ladi. Ham detskiy xona ekan, qaranglar, dars qiladigan stullari bilan, kalavatlari bilan, shkaflari bilan. Mana bu yerda yana bitta xonasi bor. Spanisi, kondisionermi, mebelmi, texnikami, hammasi qolar ekan. Bu yoq tarafdan kiruvchi bo'ladi. Mana podyezdlarni ham chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan ekan. Taqatchini bilasizlar, 44-dom o'sha yerda joylashgan. Ikkinchi etajda 105 kvadrat maydonga ega. Bu spanisi bo'ladi. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Mana pardalarni o'zi ham palon pul deyman, o'rtaqon pardachi. Hop, bu yerda garderobning xonasi ham bor ekan orqa tarafida. Kommunikatsiyalarni gapirmasa ham bo'ladi. Suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Mana sanitariyalar ham razdenniy qilingan. Bu yoq tarafda mana katta oshxonasi bo'ladi. Mana bu yoq tarafda choy ichib o'tiriladigan joy bor, balkoni. Hop, atrofida yonida supermarket bor, 5-6 tadan oshuv maktab bog'chalari bor. Korzinka ham yaqin atrofda joylashgan. Bu videoni eng yaxshisiga munosib bo'ladigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Mana shu domimizning ikkinchi etajdagi kvartira, mahalla ham eski toshkentliklarning mahallasi, tinch obod mahallalar.